Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size qacırız, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islaq 2020 yıl 10. ayının 6. günü heptiki seyşembe. Vaziyetten elsaq Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti Trump apandi Aqsarayga qaytib keldi, doktorxonadan chiqib. Yani ikinci vaziyet Amerika Qo'shma Shtatlarning davlat ishlar kotibi Mike Pompeo hozir Yaponiyada ziyoratga chiqishdan avval xabarlarda zo'r siyosat Tokyoda e'lon qilinadi deyilgan edi. Hozir mushaga chiqib bo'lgan orliqda Mashanshinmin to'g'ri filmida dediki, endi zo'r siyosat e'lon qilinmaydigan bo'ldi dedi. Lekin qiziqsinib hayron qoladigan bir ish dal 6. kunida. Masalan 10. ayning 6. kunida Sharq vaqti Tayvanda Gomindan ishga qonun loyiha ma'qullab yoki ishga qaror ma'qullab Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bo'lgan Tayvanning diplomatik munosabatini asli keltiramiz dedi. Bunun qarta Tayvanda Minjindan yana Demokratiya Taraqqiyot Partiyasi hech qanday inkas yo'q. Biroq Su Jinchang hozirgi ma'muriyat boshlig'i Su Jinchang dediki, diplomatik munosabatni uzgan Gomindan yana asli keltirman da'vat qildi Gomindan. Masalan, o'rtalikda Amerika bilan bo'lgan diplomatik munosabatlardagi butun chataqni Gomindan keltirib chiqargan edi demakchi. Biz shularni davr qilgan oldi vatandoshlarga leksiya so'zlaymiz. Birinchi mavzu mundaq vatandosh. Prezident Trump doktorxonadan chiqib Aqsarayga qaytib keldi. Mavzuda xabar 10. ayning 6. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Aqsaray yuqumli virus bilan yuqumlanib 72 soat doktorxonada davolangandan keyin Prezident Trump dushanba kuni kechda Aqsarayga qaytib keldi. Prezident Trump Amerika dengiz armiyasi quruqliq chiqib jang qilguvchi qismlarining maxsus prezident o'ltirilgan birinchi nomerliq tikkuchar aeroplaniga o'ltirib Aqsarayning gullik bag'chisiga o'zining salomatligini gavdalantirib, Prezident Trump Aqsarayning janubiy taraf koridorining pallampidan chiqib keldi. Trump'ın balkonida o'ri turib, og'zidan maskani elib etib, ikki qo'lning bosh barmog'ini chiqarib ko'rsatib turib, dengiz armiyasi quruqlikda jang qilguvchi qismlarning birinchi nomerliq tikkuchar aeroplani gullik bog'chidan havoga ko'tarilib ayriladigan bir paytda tikkuchar aeroplanga hurmat salami bildirdi. Prezident Trump davlatlik harbiy doktorxona davolash markazidan chiqadigan chaqda mundaq dedi. Sizlarga ko'p rahmat. Hammanglarga rahmat. Prezident Trump aeroplandan tushib, Aqsaraydagi ishxonasi qarab manganda qisqa muddat qadamini to'xtatib, kamera apparatlarga yuzlanib, qo'lini planglatib, yana bosh barmog'ini chiqardi. Amerika ovozi qandaqroq his qilyapsiz deb savol qo'yganda, "Nayt yaxshi" degan javobga erishdi. Prezident Trump Aqsarayga yetib kelgandan keyin Twitter'da film e'lon qilib, kishilarga mundaq dedi: "Yuqumli virusdan qo'rqmaslik kerak." Filmda Prezident Trump mundaq ko'rsatdi: "Men yuqumli virusga oid nurg'un narsalarni o'rganib oldim. Muqimlashtirishga bo'ladigan bir taraf shuki, kasalga bo'y bermaslik kerak. Kasaldan qo'rqma." Prezident Trumpning saylam gruppasi mundaq dedi: "Rahbarimiz Cumhuriyetçiler Partiyasining prezidenti
10 ayının 15. günü Demokratlar Partisi'nin prezident namzatı Joe Biden bilen ikinci katımlıq münazirəyə qatnaşıdı. Prezidentning doktoru Kolli düşenbe günü düşten keyin muxbirlarga mundaq dedi. Gerçi o, yani Prezident Trump xatardan butunlay qutulub ketmagan bolsa-mı, davalash ömürkidekiler ve men bardaq bahalashlarda birdek fikirga keldik. Prezidentning ahvoli uning uyiga bexatar qaytib ketishiga yetardik. Aksaray'da davalash uskunaları ve tibbiy xodimlar Prezident Trumpning salomatligiga kun bo'yi mas'ul bo'ladi.